Syomkamiz davom etadi. Bugun hozir endi biz Qoraqamish tovuq bozoriga kirdik. Narxlar bilan sizlar bilan ulashamiz. Tovuq bozoridamiz. Kadr bo'yicha ismingiz nima aka? Ibrohim aka. Ibrohim akani oldilari keldi. Ibrohim aka jo'jalar necha puldan bo'lyapti? Necha oylik bular? Hop, bular broilerlar 15 kunlik bular broilerlar. Broiler 15 kundan, ha? Go'sht yo'nalishi zo'rda aka bular. Bemalol ro'zg'orga go'sht qilsa bo'ladi, sotsa ham bo'ladi. Aka bular qanchada tayyor bo'ladi hozir olganimizdan keyin? Hop, biz o'sha 15 kun boqib qo'yamiz, bir oy atrofida boqilsa shu tayyor bo'lib qoladi. Go'shtga tayyor bo'ladi. Darshani boqsa katta bo'veradi. Примерно qancha go'sht qiladi aka bular? Bir oy yaxshi boqib tursa, och turishiga, bir oy yaxshi boqib tursa 3 kilodan 5 kilogacha vес qiladi. Ha, yaxshi. Bular ham sizdan aka? Bu yoshroq menimcha. Bu nesushka oddiy hashakkalar. Hashakkalar. Bular qanchadan aka? Bular o'zi 10 ming sotyapti, tugashiga arzonroq beraveramiz. Bular ham sizdanmi aka? Bular ham bizdan. O'rdaklarni ham ko'ramiz aka. O'rdaklar ham bor, indutkalar ham bor aka. Bular qanchadan aka? Bular para sotiladimi yoki donadan? Yo'q, o'zi 2 ta xo'roz, 4 ta tuvug'i bor. Aha. Va hammasini biz 400 ming so'rayapmiz. 400 ming. Bolalari necha oylik akajon? Bolalari indutkani bolalari. Indutkani bolalari 40 mingdan so'rayapmiz. 25 kun bir oy bo'lib qolgan aka. Dominant rer bor ekan, bu parodalari. Aka bularning narxlari necha puldan? Kattalarini? 170 ming ekan. Kichkinalari bolalarichi? Koreyskiy hamqi 75 mingdan. Qoraqamish qush bozoridan. Aka bular narxlari necha puldan bo'lyapti? 200 mingdan aka. Barakasiga o'zimiz o'tib beramiz. Bular necha oylik aka? Bular 2,5 oylik. Qanchada tayyor bo'ladi bular aka? Yana 3-4 oydan tayyor bo'ladi o'zi. Ha. Bularichi aka? Nima paroda bular? Bular aka, mana bular Brahma bilan chatishgan qora anjon. Mana bular kurka aka. Ha, bular qanchadan narxi? Kurkalari 100 mingdan aka. Brahmalar mana bular anjon qora brahmalar 50 mingdan qilib beraman. Bular ham sizdanmi? Bular dakanlarim aka. Makiyonlarni 200 mingdan, xoroz 500 ming so'm. Bular tuxumga kirib qancha yoshlar aka taxminan? Aka, yangi tuxumga kirgan bular. Endi 8 oy, 9 oylik. Ha, xo'rozimizdan necha pulda olsangiz hozir? Xorozi 500 ming so'm. Barakasiga o'zimiz o'tib beramiz. Bu sizlarda bormi yo yana kattaroq partiya bormi? Yana bor aka, aloqa. Masalan, mana bu jo'jalarni aka 10 ta 15 ta oladiganlarga necha puldan qilib berasizlar? Ha, barakasiga o'zimiz o'tib beramiz, aloqaga chiqarishsin. Joy Toshkentdami yo anaqadami? Bular joy Toshkentda. Bozoringiz bersin aka. Barakasini bersin. Bozordamiz endi bor. Xormay ismingiz nima? Assalomu alaykum. Mursayt. Mursayt aka necha puldan bo'lyapti endi bular? 15 mingdan broilerlar tanlab ol, skidkada. Bular necha oylik aka? Bular xudo xolasa 15 kunlik bo'ldi. 15 kunlik. Kattadan oshdik. Qanchada tayyor bo'ladi bular endi go'sht? 3 oyda, 2 oyda tayyor bo'ladi. 4 kilo, 5 kilo bemalol so'yaverasizlar. Bular necha puldan aka? Bular Bental Paroda, yapon zotidan. Bular 150 ming so'm aka. Donasi? Donasi aka, tuxumda. Pastdagilarichi bular qora. Bular jersey deyiladi aka. Oyoq qo'llari uzun bo'ladi. 100 ming so'mdan aka, katta bo'lib qolgan. Bular bemalol nima ko'paytirishgami yo faqat uyda tuxumgami bular? So'yishga ham zo'r aka, tuxumiga. Asobiy tuxumini 10-15 ming sotishadi aka. Ha, tuxumini o'zi. Ha. Bu o'zi fermer, anaqa fermer. Fermer aka, bir dona. Bu qancha aka? Aka bu 50 ming so'm aka. 50 ming so'm. Ko'ring. Gap bo'ldi, hamma narsada bor. Bular ham sizdan. Biza ham 200 ming so'm aka kurka. 400 ming so'm. A unisichi aka? Aka 300 ming so'm. Ano Brahma bilan chatishganmi qanaqa? Brahma chatishgan, do'ppili. Ha. 100 ming so'm aka. 100 ming so'm, ha? Bunaqa yangicha quyonlar bor, mayda-mayda. O, ana quyonlar bor. Telefonni quyonlar, mayda-mayda. Bular qanchadan? Bular aralashib 100 ming so'mdan. Yaponlar qanchadan bo'lyapti aka o'zi? Yaponlar har xil. Qari 300 ming, bolalar 50 mingdan. Ha. Yangi zotdagi ham. Bo'ladi. Assortiment hamma narsa bor. Bu nomeringizni aytasiz aka? 97lik. Aha. 637 22 86. Telefon qo'yishadi. Rahmat kattakon bozoringiz bersin. Bular bikundiklar ekan, hozir rosa aylanayotgan kurkalardan ekan. Bularni 280 ming beram, bularni 250 ming qilib beraman aka. Bular shunda aka necha oylik, qanchadan bo'lyapti? Bular 2,5 oylik. Bular 2,5 oylik, hozirgi dalim momentda 3 kilodan 5 kilogacha bo'lgan hozir живой vesda hozir. Bular o'zi necha kilogacha ves beradi aka? Agarda o'zini ovqati bilan boqadigan bo'lsangiz 35-40 kilogacha bo'ladi. Hozir damashning holatda o't-bo'tlar bilan boqadigan bo'lsangiz, o't, pamoy, misol uyga chiqadigan ovqatlar bilan boqadigan bo'lsanglar, bular 25-30 kilogacha qiladi bular. Nomeringizni aytib ketasizmi aka? Nomerim 90lik 959 96 39. Biz asosiy bozorga reklamaga olib chiqamiz.
o'z sotadigan joyimiz uyda. Bozorga misolcha garantiyamiz yo'q, to'g'risini aytganda, uydagi narsamizga garantiya beramiz. Bu demak katta partiyada bera olasizlar. Katta partiya hozir dalnamaymet 250 ta bor bundan. Ha, bu zo'r aka. Bundan yoshroqlari ham bormi? Buni yoshroqlardan o'zi 2,5 oylik-ku bu. Ha. Jo'jalari sotilmaydi zax. Jo'jalarida misolcha bor, ularga ham misol zakazga topib beramiz. Ha, bor. Mana kevarasizlar. Bularchi? Hozir 300 mingdan. Bular necha oylik? 300 mingdan. Bular endi tayyor bor. Bularchi nima paroda aka bularingiz? To'g'ri. Bu jaydar ha? Ha, 8 oylik. Namuningiz Brahmami yo'q, qaysi bu? Qora. Bu qora savdo. Nech pul bular? Bu 150 ming, mana 130 ming. Ha, ona bola o'rdaylaringizchi? 400 ming. 400 mingdan, ha? Bularchi oqlar? Oqila 50 mingdan, aka. Donasi 50 ming, ha? Katta ob'yomda olsa qanchadan beradi? 40 mingdan beradi. 40 mingdan, ha? Bular ham sizdanmi? Bular nech puldan, nima paroda bular aka? Bular 150 mingdan jaydar. Jaydarilar, ha bular. Ha.